Mana hozir burilishga kelganda. Ketdi mana dumaladi. Necha marta aytganman. Tez yurma deb. Mana endi ahvol. Mashinani ham rasvo qildi boru. Zafar. Ha, hozir. Nima qilib yuribsiz? Necha marta aytganman shu yerdan yurmang deb. Boshingizni eging. Eging boshingizni. Shuncha keng joy turganda masjidga kelib tiqilasiz siz ham. Zafar, akangni dardiga chet elda shifo yo'q ekanmi? Baribir tuzalmaydi. Mayli Zafar, taksi kelib qolibdi. Xo'p, Shifosini bersin. Ko'rishamiz. rahmat. Assalomu alaykum qo'shni. Boy aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, shukr. O'zi yaxshimisiz? Rahmat. Bu akangiz ko'rinmaydilar. Ha, ana. Yuribdilar aylanib. Ha, yaxshimilar? Yaxshi, zo'r. Shu aravachani berib, zo'r ish qilgansiz-da, boy aka. 6 oydan beri zo'r xizmat qilyapti. Endi shu yana 1-2 yil shunaqa xizmat qilib berib tursa, akamiz shu bilan ovurib, ovunib yursa, niyatimiz shu-da, boy aka. Qo'shni, bu niyatni yaxshilash kerak emasmikin? Men shu matohi jiyanimga majburligimni olib berayotganimda bir haftaga qomasdan tuzalib ketsin deb astoydil niyat qilib olgandim. Shukr, tez tuzalib ketdi. Qolaversa shu yaxshi niyatning orqasidan ko'p yaxshiliklarga erishib kelyapmiz. Xafa bo'lmang-u, niyatni yaxshilash kerakmi deyman-da. Ha, to'g'ri boy aka. Javohir aka. Qo'shni. Mashinada bir aylantirib kelaymi, ha?